Yo'tal qachondan beri bu usta qilyapsizmi? 2 hafta, 3 hafta bo'lib qoldi. Qaysi holatlarda yo'talingiz kuchaymoqda? Sigaret tutuniga, changga, odamlar gavjum joyga borganda kuchayapti. Bu bemorimizda bronxial astma kasalligi shubha bo'lmoqda. Bronxial astma kasalligi nima o'zi? Bronxial astma kasalligi bu doimiy ravishda bemorlarning nafas siqish xurujlari bilan yuzaga keladigan kasallik bo'lib, odatda bemorlarda bu kasallik yo'tal bilan boshlanadi. Nafas siqish xurujlari esa keyinroq namoyon bo'ladi. Nafas siqishi va yo'tal bezda qiladigan ko'pchilik bemorlarimizda eng ko'p uchraydigan xato fikr bu ularda menda shamollash bo'lyapti, menda bronxit degan xato fikr yuzaga keladi. Aslida esa ko'pincha bu holatlarda bemorda allergik jarayonlar hamda bronxial astma rivojlanayotgan bo'ladi. Bu holatlarda yo'talni dorilar bilan bosib qo'yish emas, mutaxassisga allergolog pulmonologga murojaat qilgan holatda yo'tal genini aniq tashxisini qo'yish va professional davolash olish kerak.